Hammaga salom. Bugun men Afzalbek Super. Hammaga aytdim ikkinchi qismini olaman deb. O'sha undan keyin bir yana o'ynaymiz. Unda bo'lsa ketdik. Hozir chiqamiz. Kim bilan tushamiz? Bu yaxshi. Mayli, qani tezroq tanlasa zo'r bo'ladi. Nima bo'ladi? Do'stlar, mana yana yutdik ko'rdinglarmi? Birinchidan omadim keldi. Birinchi. Do'stlar, yana yutdik. Ko'rdinglarmi? Yana oynaymiz. Mana gel. Bunca mana ne yapacağım oynaymiz. Bunda bo'lsa ketdik. Hozir bo'lsanch 2-1. Endi yuramiz. Ketdi. Do'stlar, u bizlardan qo'rqib chiqib ketdi. O'shuncha biz yutdik. Xayr bo'lmasa uni xafa bo'lsanglar vaqtlicha gap qilgani uchun mayli bo'pti.